Mani menga unaqa mashinani chiroyi uchun yoki boshqa narsasi uchun kerak emas. Menga u aytgan manzilimga yetkazib qo'ysa bo'ldi mashina. Mashinaga aytmayman, manzilimda. Mana shu yoqqa yetkazib qo'y deb. Haydagan joyimga olib borsa bo'ldi demoqchiman. Tushunyapsizlarmi obunachilar? Tak, shunaqa qarochi. Tak, bu mashinani hozir voy polizim kirib ketdi-yu. O'xdi ko'cha chirog'ini. Obbo, daraxt ham rasvosini chiqazdim. Yaxshisi buni tinchgina mana shu yerga parkovka qilib qo'yaman va tushib ketaymi ekan? Yo'q. Bo'ldi, mana shu yerda tura qolsin, tinchgina tak yopamiz va daraxt joyiga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Datchig yonib qolibdi-yu, buni datchigini o'chirish kerak. Qanday o'chadi datchiga? Menimcha tak o'chdi shekilli. To'xtanglar, buni boshqa joyga qo'yib qo'yish kerak. Bu yerda tursa dabdala bo'lib turadi. Ya'ni daraxtga tegib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldan endi chekka turadi. Datchig yana yonib qolibdi-yu, buni qanday o'chirish mumkin? Bu tomon o'chiq turibdi. Tak minib turib o'chiriladi, kanishna. Tak tablosida o'chadigan joyi bo'lishi kerak o'zi. Bu tomon o'chgan, bu tomon ham o'chgan. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Anaqa professional darajadagi mashina haydaydigan odam bo'lish kerak-da bu uchun. Albatta, bilasizlarmi? Professional bo'lish kerak. Anaqa professional emas, menku normal o'rtacha. Tak hozir nima qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi.